Bu gul nomi ayol baxti ekan. Narxi atiga 40 ming so'm. Siz bitta videoga like bosib qo'ying, men sizga gullarni super narxda ko'rsataman. Ketdi. Bu Corona Flowers O'zbekistonda gul bo'yicha eng katta brendlardan biri hisoblanadi. O'zi bunaqa katta ob'yomga ega brendlar qo'l bilan sanoqli. Eng zo'r tomoni Corona Flowers o'zimizning Yangiyo'lda joylashgan ekan. Men ham bu haqida endi bildim. Hozir bu yerda super aksiya ketyapti. Gullarni asl narxidan deyarli teng yarmiga hozir olsangiz bo'ladi. Faqat ulgurib qolishingiz kerak. Bu gul erkak baxti odatda 180 minggacha sotilgan. Hozir 50% skitkada 90 ming so'm. Bu aglanema guli ayollarimiz juda zo'r bilishadi. 140 mingdan 150 minggacha sotilgan. Hozir super chegirmada 75 ming. Bu gulni bilgan biladi, orxideya boshqa joyda 140 mingdan 150 minggacha sotiladi. Bu yoqda super narxda 75 ming. Ma'lumot uchun bu gullarning birinchi optim joyi hisoblanadi. Ya'ni ko'pchilik sotishga ham aynan shu yerdan olib ketishadi. Hozir aksiya munosabati bilan donaga ham optim narxda olsangiz bo'ladi. Corona Flowers bu chakana brend emas, gul hamda ko'chat bo'yicha 30 yildan oshiq tajribaga ega. Corona Flowersda barcha gullarga 50% gacha aksiya ketyapti. Bunaqa aksiyadan hoziroq foydalanib qolish kerak. O'zi aksiya atiga 2 kun edi, lekin men obunachilar uchun iltimos qilib 10-aprelgacha cho'zdirdim. Endi siz videoga bitta like bosib qo'ying. Bu videoni gul olmoqchi bo'lgan tanisingizga jo'natib qo'ying. Foydalanib qolish kerak. Manzil Yangiyo'l, hamma bilgan Dehqonobod mahallasi. Izza choyxonasidan to'g'ri o'tganda chap qo'lda. Lokatsiya uchun ekrandagi raqamlarga Telegramdan yozing, lokatsiya tashlab beramiz.